O'zbekiston buyuk tarix, boy madaniyat maskani. U sivilizatsiyalar chorrahasi, ilm va tafakkur beshigi, xalqlarni bog'lovchi ko'prik bo'lib kelgan. Bugun O'zbekiston o'z tarixining yangi bosqichida. Yangilanish, ochiqlik va taraqqiyot yo'lida. 30 oktyabr 13 noyabr kunlari Samarqand shahrida UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi bo'lib o'tadi. Bu tarixiy voqea O'zbekistonning xalqaro nufuzini ifodalaydi, madaniy diplomatiya sohasidagi faolligini tasdiqlaydi. Bu qadimiy meros va zamonaviy taraqqiyot tutashgan maskanda insoniyatni birlashtiruvchi muloqot maydoni. Bu yerda tarix kelajak bilan uchrashadi. Bu yerda jahon hamjamiyatini birlashtiruvchi qadriyatlar yangidan namoyon bo'ladi. O'zbekiston sizni kutmoqda.